Efirdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz ustozlar. Bugun maktabgacha ta'lim tizimi bo'yicha 2025-yil o'tgan 4 oy davomida amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yilda ustuvor vazifalar to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qisqacha ma'lumotimni aytadigan bo'lsam 3 punktga bo'ldim. Birinchisi bu umumiy ma'lumotlar, ikkinchisi 4 oy davomida amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yilning qolgan davrida amalga oshirishimiz zarur bo'lgan ishlar bo'yicha hisobot bermoqchiman. Aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qilingan kundan boshlab tizimda yangicha mazmunda sezilarli ravishda ijobiy o'zgarishlar, zamonaviy ta'lim metodlarini keng joriy qilish, mavjud davlat bog'chalarini moddiy texnik bazasini mustahkamlash, nodavlat, davlat xususiy sherikchiligi va oilaviy shakldagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni qamrovini oshirish zamini yaratildi. 2025-yil 1-may holatiga viloyatimizda 370.883 nafar maktabgacha yoshdagi bolalarning 275.719 nafar, ya'ni 74% 4100 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olingan. Ulardan 762 ta davlat bog'chalarida, 151.150 ta davlat xususiy sherikchilik bog'chalarida, 15.028, 62 ta nodavlat bog'chalarda, 5.091, 3.121 ta oilaviy bog'chalarda, 103.510 nafar, 4 ta tashkilotga qarashli bog'chaga 288 nafar, bitta ilk rivojlanish markazida 726 nafar farzandlarimiz tarbiyalanyapti. Aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, 2025-yil 4 oyda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan, yangidan 56 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilib, shu va boshqa quvvatlar hisobiga qo'shimcha 11.761 nafar bolalar maktabgacha ta'lim qamrovi bilan qamrab olinadi. Ikkinchidan, joriy yilning bugungi kuniga qadar yangidan davlat bog'chalarida Ishtixon tumanida 150 o'rinli 36-son, Kattaqo'rg'on tumanidagi 60 o'rinli 69 va 70-son, Paxtachi tumanidagi 120 o'rinli 17-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari foydalanishga topshirildi. Uchinchidan, maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini yanada kengaytirish maqsadida bog'cha yoshidagi bolalarning qamrov darajasi past bo'lgan olis va chekka Bulung'ur tumanining Bulung'ur Ariq mahallasida 51-umumiy o'rta ta'lim maktabida 2 ta, Changal 1 mahallasida 70-umumiy o'rta ta'lim maktabida 2 ta, Kattaqo'rg'on tuman Amdoqsoy mahallasida 104-umumiy o'rta ta'lim maktabida 3 ta hamda Sebiston mahallasi 67 umumiy o'rta ta'lim maktabi hududidan 3 ta, jami 10 ta guruhlari Aqlvoy loyihasi doirasida bolalarga zamonaviy talablarga javob beradigan va qayta jihozlangan Isuzu NS40 avtobusda xizmat ko'rsatish va ta'lim tarbiya berish maqsadida jami 10 ta muqobil guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilib, 174 nafar bog'cha yoshidagi bolalar qamrab olindi. 4-dan, viloyatdagi 267 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarining mavjud bo'sh guruhlarini to'ldirish hisobiga 4225 nafar bolalar qamrab olindi. 5-dan, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi va Jahon banki bilan hamkorligida viloyatdagi 763 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga o'yin maydonchalari yetkazib berildi. 6-dan, davlatimiz rahbarining 2024-yil 30-sentyabrdagi maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 152 farmoni qabul qilindi. Farmonda asosan maktabgacha ta'lim sohasida ta'lim tarbiya sifatini oshirishga qaratilgan. Jumladan, farmonning 3-bandida 2025-yil yanvar oyidan boshlab maktabgacha ta'lim sohasida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yilishi
hamda ushbu tashkilotlarning direktor o'rinbosarlaridan iborat malakali trenerlar guruhi shakllantirishi belgilandi. Bugungi kunda viloyatda joriy yilning yanvar oyidan boshlab 34 ta tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning metodik mahorat kuni va 731 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida metodik mahorat soati tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. 3-punktimiz 2025-yil uchun asosiy ustuvor vazifalar va tashabbuslar. Birinchidan, viloyatda 3-7 yoshli bolalar qamrovini quyidagicha amalga oshiradigan tadbirlar orqali 75.16% ga yetkazishni reja qilganmiz. Birinchidan, 282 ta, shundan 15 ta davlat, 2 ta xususiy, 8 ta davlat xususiy sherikchiligi asosidagi 257 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali 11.431 nafar bolalarni qamrab olish, 26 ta 1 yillik bepul majburiy maktabga tayyorlov guruhlarini tashkil etish va ularga 750 nafar 6 yoshli bolalarni qamrab olish, yangidan tashkil etilgan va faoliyat yuritayotgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 66 ta asosiy hamda 19 ta qisqa muddatli guruhlarni tashkil etish va ularga 1450 nafar bolalarni qamrab olish. Homiylik mablag'lari hisobidan 55 ta bo'sh guruh xonalarini ta'mirlash hisobiga 1535 o'rinli yangi quvvat yaratish. Natijada 3-7 yoshli bolalarni qamrab olish va qamrov darajasi 1.3% ga oshiriladi. Ikkinchidan, investitsiya dasturi asosida jami 14 ta 1740 o'rinli, shundan 670 o'rni yangidan yaratiladigan qo'shimcha quvvat davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'z muddatida foydalanishga topshirishni tashkil etamiz. Uchinchidan, mening bog'cham loyihasi doirasida jami 13 ta 1700 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'z muddatlarida foydalanishga topshirishni tashkil etamiz. To'rtinchidan, sohada nodavlat sektori ulushini 47.8% ga yetkaziladi. Beshinchidan, bo'sh o'rinlarni malakali va mutaxassis kadrlar bilan to'ldirib borish bo'yicha muntazam ishlarni amalga oshiramiz. Oltinchidan, yangidan tashkil etiladigan 282 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarini va boshqa manbalar hisobiga 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlarini tashkil etish orqali aholi, xususan ayollar bandligiga ko'maklashiladi. Aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, maktabgacha ta'lim bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda 3-7 yoshli bolalarni qamrovini oshirish bo'yicha rejali ishlarni amalga oshiramiz va har chorak bu bo'yicha sizlarga axborot berib boraman. Hisobotim tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.